Alloh taolo rozi, Xudo rozi deyilgan. Jannat kaliti bu erimizni rozi qilishlikdir. Biz ayollar buni hech ham tushuna olmaymiz. Men hozir erkaklar tarafini olmoqchi emasman, lekin ayollar iltimos, sizlardan shuni so'raymanki, oldingizdagi juftingiz bu sizni Alloh tomonidan berilgan bir mukofotingiz. U qanaqa inson bo'lishdan qat'iy nazar siz borini qabul qilishni o'rganishingiz kerak. O'zingizga o'zingiz savol bering. Nima uchun bugun siz oldingizda shu holatda, shu toifada er? Agar eringiz yolg'on gapirsa, bilingki siz uni ko'p aldayapsiz. Agar eringiz sizga xiyonat qilayotgan bo'lsa, bilingki siz unga xiyonat qilyapsiz. Aytishingiz mumkin, qanday qilib agar bu tana xiyonati-ku deyishingiz mumkin. Yo'q, tana xiyonati emas, ko'z, quloq, og'iz xiyonati bor. Hurmatli ayollar, juftingizni boricha qabul qilish o'rganing. Yoningizda tayyor jannat kaliti bor. Uni qo'lga kiritishni unutmang. Sizga boshqa bunaqa imkoniyat berilmaydi. Balki berilar, lekin o'shanda ssenariy qaytariladi.